Xo'rozim, xo'rozim, xo'rozim. Epla bo'lmay Xo'rozim, maza qilinmang. Bivaydek qulluq bo'lsin. Hamma senga havas qilyapti. Sen arziysan. Alishinglar xo'roz bos kelib yana tinmay popillaydi hozir. Mana yaxshimisanlar, charchamayapsanlar. Mana xo'rozim kecha tomga chiqib qoldi, makonlarga konsert qo'yayotgan ekan. Aynanim. Senlar miyolagan eshitganmisizlar takandi? O'tgan safar davrida 6 tasini miyolatib yubordi takanlardi. Malades. Shashlikka chiqib ketayotdim, shashligingiz ketdi. Gaplashamiz, bolalar, davay. O'zi shashlik yemay toqqa yedirar ekan. Tinchlikmi, nima chaqirding? Yangilik bor. Dom oldim. Qulluq bo'lsa o'zingami? O'zimga emas, xo'rozimga oldim. Shunga sauna qilib bersammikin, hammom qilib bersammikin, farq telefonchiliklayapti. Meniki emas. Xo'rozimniki makoni telefon qilyapti. Yaqinda uylab qo'ydim-da, gaplashinglar. Bo'pti. Makon ovqat qilib qo'yibdi, olib kelayapti-ra. 98 bo'ldi, men uylanmadim. Bu xo'rozni uylab qo'yibdimi? Erkak, malades. Sen menga qara, o'zi eshitib qolmasin, xo'rozingga bivayda berding-a? Ha, nima bo'pti? O'zimga ham oldim. Qaronli. O'zimizni Andijonda bivayda salondan oldim. Qanaqa qilib? Ularda hozir trading xizmati bor. Shuni eski mashinamga olib bordim, yangi bivayda olib berdi. Xullas kelam bozordan ko'ra eski mashinani 3 million qimmatga olib qoladi. Xohlasa muddatli to'lovga, xohlasa naqd pulga mashinalar bor. Bivaydalar yangilari kelgan. Aksiya ham ketyapti. Malades. Yo, mayli, sen menga bu xo'rozga bering, tushunyapsanmi? Ha, senga beraymi? Xo'rozi bu. Ertaga jangi bor. Nima qilyapsan? Ertaga xo'rozimni o'yini. Bir ko'zini quvontirib beryapman-da, qara toychoq, qara. Arlonim o'zimi? Tuyadi ertaga. Mashina olamiz, eshilib yurasan. Mashina olasan tamom. Nima qilyapsan, ana halish? Ha, ona chazor kichkinalik qilyapti. 7 kishilik almashtirib beradi deyapman-da. Xo'rozga-ya? Bivayda-ya? Sen xo'roz gapini qaddan ham tushunasan. Maza qilib bo'ldi, buni alam qilyapti. sifatlaringni silasam xo'rozim.